sahnada Innovatsion texnologiyalar universitetining Nukus Innovation jamoasi. Bizlar yangi jamoamiz. To'g'ri. Yarim finalda birinchi marta o'ynayapmiz. To'g'ri. Bu jamoasida Islom degan bola bor edi. Aytib olay. Aytib olay. Islom qani deb aytaman, o'zim o'sha paytda chiqasan. Islom degan bola bor edi deb o'ylayotgan bo'lsanglar kerak. Turon jamoasida o'ynagan. O'sha bola qani deb o'ylayotgan bo'lsanglar kerak. Chiqmaysanmi endi? Voy, nima qilyapsizlar o'zi? Voy, nima qilyapsizlar o'zi? Nima yetishmaydi sizlarga o'zi? Nima yetishmaydi? Mikrofon. Na. Rahmat. Menga emas, bunga ayt mikrofonga. Bunga nimaga aytaman? Sen-ku mikrofon bergan. Rahmat, o'ynamayman sizlar bilan. Va oddiy bir chekkadan chiqib berishni eplay olmayapsizlar. Jamoadagi Shuhrat qani deb aytinglar, men chekkadan chiqib beraman sizlarga. Qochinglar. Qaysi Shuhrat? Shon Shuhrat. Shuhrat Terekruska. Men-ku jamoada mendan boshqa Shuhrat yo'q, men Shuhrat. Unda sen bugundan boshlab Shuhratsan. Men avvaldan Shuhratman. Mana pasportim yozib qo'yibdi ichida. Shuhrat deb qo'yibdi mana. ID kartı almadın mı? Shuhrat deb bo'ldi, chiqaman. Shuhrat deb. Bo'ldi. Ana o dizayn jamoasidagi Dilshod Musabekov bor-ku? Ha, Qivizdan chiqqan. Qivizdan chiqqanda u. Yaqinda medal olibdi. Yo'q. Medal. Ey, chaqirmaysizlarmi endi? Chaqirmaysanmi? Aytayapman, chida. Ayt bo'lay gapni. Qanaqa medal olibdi? Shuhrat medalini olibdi. Chiqmaysanmi? Aytdim-ku. Rahmat. O'ynamayman sizlar bilan. Sizlar bilan birga Nukus 55 uyingizdagilarga aytmanglar. Rahmat. Sizlarga emas. Sizlar aytmaysizlar rahmat deb. Sen rahmat deysan-da. O'ynaysizlar sizlar. Jamoadagi bahoni chaqiringlar, bo'ldi, o'ynanglar o'zlaringiz. Qaysi baho? Bebaho. Hakamlarni qo'yadigan bahosida Bahodir Qutlumiratov, chaqiring o'shani. Uni chaqirish uchun esi cho'ya baho degan musiqa. Qo'yadi-ku, deydi bor. Qalaysizlar? Nima qilib yuribsiz kechikib? Boya liderlar bilan sahnaga chiqdingiz. Yuristlar bilan chiqdingiz. Yuristlar bilan sahnaga chiqdingiz. Kim bilan? Yuristlar bilan. Nima qilay endi? O'zlari kuldira olmayapti-yu, nima qilay endi? Ha, nima qilyapsiz? Hey, men Nima yangilik? Hey, innovatsiya yaratdim men. Qanaqa? Mana uzuk. Ana u kinoda bor-ku? Qaysi? Ana u kino nima edi? Johnny Englishda. Bitta o'rada gapi tushunarsiz bo'lib qoladi-yu. O'shanaqa mana. Ignasi bormi? Ignasi ham bor. Ishlaydimi? Ishlaydi. Qanaqa ishlaydi? Mana bitta o'rasini O, mana tarqadi. Mana. Zo'r. O'shanaqa. Mana yarim final yigitlar, bu turchilar bo'lmaydi. Ya, kuchli o'ynashimiz kerak. Finalga chiqishimiz kerak.
Finalga chiqishimiz kerak. Hazillarni tars qil. Aynat. Hazillarni enasini Ha? Ona mana onamizni bergan duosi bilan o'tishimiz kerak finalga. To'g'ri. Yo, yarim finalda jamoalarim kuchli lekin. Voy, ulardan qo'rqma. Va ikkinchi shartda men o'zimga qo'yib ber. Yo, enasini ko'rsataman o'zim. Endi Nima qilyapsiz aka? Bot. Tarqaldimi? Adashib ketdim. Nima qilyapsiz? Axir sizni jamoamizning Mamadaliyevi dedik-ku. Nima deydi? Sardori. Ha, Sardori dedi. Sardor deb qo'yibsiz siz. Ha. Finalga o'tish uchun hammamizni ko'zimizda tillayib bo'lish kerak. Nima u? Uchqun. Hey! Finalga o'tish uchun Oybek Nigora bo'lishimiz kerak. Nima u? Bitta oila bo'lishimiz kerak. Ey, bu turishlar bo'lmaydi. Mana qilinglar, meni orqamdan Sezar bo'linglar. Nima u? Yuringlar. Ha, yuri. Marhamat, ko'ramiz. Hayotda umuman pomidor degan narsa bo'lmasa qanaqa bo'ladi? Pomidor bo'lmasa, bodringlar bor, mana tarvuzlar bor, mana kelinglar mana bir. Marhamat, ko'ramiz. O'rmonda kenguruni oldidan sher chiqib qolsa qanaqa bo'ladi? Marhamat, ko'ramiz. Titanik cho'katgan paytda san'atkorlar ketmay oxirigacha kuy chalib o'tgan. Ko'ramiz, o'sha san'atkorlar o'zimizning san'atkor bo'lsa qanaqa bo'ladi? Bu mening onam. Ko'ramiz, endi kenguruni oldidan tulki chiqib qolsa qanaqa bo'ladi? Qoch shirkilyapti, qoch. Marhamat, ko'ramiz. Qorni dam bo'lgan lashkarboshi urushda. Hammangiz orqamdan olg'a! Oldingizdan yuraveraylik, orqadan doqilib bo'lyapmiz. Ko'ramiz, ustozimiz Umarbek Rahmonqulov sudda sudya bo'lsa qanaqa bo'lardi? Pirniyazov, Bozorboyev, Zarimbetov, ayblanishlar va sudlanuvchilar. Sizlarni 10 yilga qamadik. Guldiroz qarsaginglar. Rahmat! Rahmat. Mana biz chiqishimizning oxirida nima demoqchimiz? Mana bizdan oldin chiqqan 4 ta jamoa mana shartning oxirida yaxshi bir gaplarni aytdi. Yaxshi, mana yuristlar mana siyosiy gaplarni aytib, mana. To'g'ri, mana beklar jamoasi. Beklar ham yaxshi aytdi ular. Beklar ham yaxshi aytdi. O'zbegim beklarichi. O'zbegim beklar da yaxshi aytdi. Bu qivizishlar deydi, ko'tarilib ketsa deydi. Atomni aytgani qilavermaydi, aytaveradi ular. Endi biz nima deymiz? Mana eng menga yoqqani mana O'zbegim beklarning aytgan gapi yoqdi. Biz shularga qo'shilamiz. Rahmat. Nukus Innovation jamoasiga Guldiroz Qarsagiylar.